Aka, Parkentda 5 barmog'i Toshkent shaharida faqat Sergelida bor deb o'ylar ekanman. Yo'q aka, bu filialimiz ham bor, bitta ko'ring. Bo'ldi, ko'ramiz. Sergelida trendga chiqqan Abuzar 5 ni Eshonguzarda ham filiali bor ekan. Bu filial oilaviy restoran ekan. Bu yerda ham 5 barmoq o'sha Parkentcha. Juda ham mazali, sho'rillatib yeyishli. Xamirlari sifatli, go'shtlar yumshoq pishgan. Qazilarni ham qalin kesib berishadi. Bu yerning yana bitta zo'r tarafi 5 barmoqdan tashqari milliy taomlarimizga assortiment juda ko'p ekan. Osh, shashlik, cho'poncha, vaguri. Balig'ini-ku yaxshi tayyorlashligini bilardim. Xorazmdan olib kelishadi. Vagurisi menga juda ham yoqdi. Go'sht yumshoq pishgan. Tuzlamasi ham tobida. Go'shtni ich-ichigacha singan. Mavsumiy yoki mayonezli salatlari ham juda ko'p ekan. Atmosfera juda chiroyli. O'tiradigan joylari keng. Tug'ilgan kun gap-map o'tkazish uchun ham alohida kabinalari ham bor. Detskiy plashatkasi ham bor. Abuzar 5 ning yangi filiali Abu Saxiy Eshonguzardan 5 kilometr ichkariga kirganda Bekbaraka yangi domlani birinchi qavati. Bu videoni Abu Saxiy, Eshonguzar, O'rizor, Algoritm, Nazarbek, xullas hamma yaqinlarga tashlab qo'yamiz.